Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi uchrashuvimiz yana Orzugul Nurmuhammedova bilan bo'ladi. Orzu Medical kompaniyasi asoschisi. O'tgan ko'rsatuvimizda klinikamizni asoslari qanday tuzilgan, nimadan boshlangan, qanday g'oyalardan boshlangan va umumiy bizani ishlash jarayonimiz haqida bo'ldi. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta fikrlaringizni izohlarda qoldirib keting. Endi bugungi xudo xolisa yana ham qiziqroq bo'ladi. Klinikamizni ishlash jarayoni, klinikamizda qanday mo'jizalar sodir bo'lgani va klinikamizni asoslari, o'sha ish jarayonlarimiz haqida yana ham qiziqroq ma'lumotlar bilan xudo xolisa ustoz bilan gaplashamiz. Xush kelibsiz. Sog' bo'ling, hormang. Rahmat. Orzugul Muhammadovna, bizani klinikamizni asosi, klinikamiz qanday qadriyatlar ustiga qurilgan, qanday maqsadlarimiz bor, shular haqida tomoshabinlarimizga ozgina fikrlaringizni bo'lishib o'tsangiz. Marhamat. Bizni qadriyatlarimiz, bizni lozungimiz deb aytsak ham bo'ladi. Eng birinchi eshigimizdan kirgan har bir bemorni, har bir insonni o'zimizni eng yaqin insonimizday, otamizday, onamizday hurmat bilan, izzat bilan kutib olib, qo'limizdan kelgancha sog'lig'ini tiklab, hayotini baxtliroq qilib, sog'lig'ini tiklab berishga harakat qilish. Bizni qiladigan ishimiz, bizni aytadigan gapimiz shu. Birinchidan. Ikkinchidan, bizni klinikamizni eng asosiy maqsadi, missiyasi halollik, o'zaro hurmat hamda mehr oqibatga suyangan. Shuning uchun har bir insonga, eshigimizdan kirgan har bir insonga qo'limizdan kelgancha o'zini yaqin farzandidek hurmatimizni ko'tarib, ko'rsatib, uni baxtliroq qilish uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Chunki bugungi kunda har bir inson mehrga zor zamonda yashayapmiz. Shuning uchun borib buning nimasi, effekti, foydasi insonlar uchun juda katta deb o'ylayman. Shuning uchun ham biz ana shunga asoslanamiz. Va albatta bu bizning klinikamizni boshqa klinikalardan ajratib turadigan eng katta biz asosimiz hisoblanadi. To'g'ri aytasiz. Kelgan odam yana qaytib kelgisi keladi. Ketgisi ham kelmaydi klinikadan. Kelgandan keyin shunchalik chenani olgandan keyin ham ruhiy tomonlama ham jismoniy tomonlama yuksalib, sog'ligini tiklagandan keyin albatta ketgisi ham kelmaydi, yana qayta kelgisi keladi. Endi shu klinikamiz ish jarayonlarida bo'lib o'tgan qanday bir qiziq hodisalar, mo'jizalar bo'lgan bo'lsa, shulardan bir aytib bersangiz. Bir emas, juda ko'p mo'jizalar bo'lgan. Men shuni bir aytib ketishim kerak. Zangata tumandagi klinikamiz Zangata filiali ochilgan vaqtda er-xotin kelishdi. Ayoli 8 oydan beri to'shakda yotgan, mixlanib, tura olmagan, yura olmagan. Endi ularning bormagan joyi qolmagan. Endi 8 oy vaqt ozgina vaqt emas, albatta. Eng yaxshi ko'radigan inson, juda hurmat qilardi xo'jayinni, ayollarini. Olbormagan joyi Samarqandlarda dedi, necha oylab yotib davolandik, qayerlarga bormadik. Oxir qandaydir bir yo'l bilan eshitganda bizni klinikamizga kelib qoldi. Endi ochilganmiz o'sha vaqtda. Bir 3 kunmi bo'lganda kelib qoldilar-da. Keyin birinchi kun kelgan vaqtda doktorlarimiz ko'rib, uni yaxshi muomala qilib, ikkita qo'ltiq tayoqda yana ikki tomondan ikkita odam ko'tarib kirib, pastda biza qizimiz bilan, chunki boshlagan vaqtda o'zim o'sha yerda bo'laman, birinchi etajda yotuvdik, yurolmaydigan kasal kelib qoldi deyishdi. Biz tepaga 3-etajga chiqib ketdik, ularni birinchi etajga qo'yishdi. Yurolmasdan kelgan odam ertasiga o'sha kuni ertasiga ertalab baxt treningga qizlarimiz keling sizga juda foydali u bu deb ko'tarib tushgan. Baxt treningini o'zim o'tdim o'sha kuni. Ertasiga yana bir marta o'tdim. 3-kuni qarasam, haligi ayol qo'ltiq tayoqsiz zinapoyadan podvalda o'tadi, zalga sekin o'zi yurib kelayotganini ko'rib, yana qaytadan qaray dedim. Shu ayolmi yo boshqa ayolmi degan 3-kun уже. Bor yo'q 3-kunda endi. Shunaqa sekin kelyapti. Men aytdim, o'shamidi yo boshqa odam kelib qoldimi deb o'yladim. Akasi o'shani o'zi kelib olib, "Opa, bugun o'zim tushdim" desa hayron, o'zim ham hayron qoldim-da. 10 kun emas, o'sha 5 kundan keyin sakrab o'ynashni boshladi. Shunchalik darajada effekti kuchli bo'lganligidan hayron qoldim. Hazilkash xo'jayini juda hazilkash ekan. Bir payt bir 7-kunimi
ha nima bo'ldi, siz nima qilib yuribsiz desam, anakondani izlab yuribman deydilar. Ayolini izlab yuribdi ekan u kishi, hazillashib aytdi-da, men anakondani izlayapman, yo'qotib qo'ydim deydilar-da. Juda xursand bo'ldik. Juda ham rozi bo'lib, biz bekorga qayerlarda yurgan ekanmiz degan gaplarni aytdi. Bu ham bitta mo'jiza. Hozir endi bizni постоянный klientimiz. Odamlarga o'zini qanday ahvolda bo'lgan, chunki atrofdagilar hammasi biladi, qarindosh urug' qanday ahvolda kelganini, qanday bo'lib yurganini juda xursand bo'ldik. Biz ham xursand bo'ldik. U kishi-ku endi gap yo'q shu. Ya 7-osmonda uchib yuribdi, endi juda xursand bo'ldi. Yana bitta случайni aytkim keladi. Oqqo'rg'onda bir kuni borib suhbat o'tkazyapman klientlar bilan. Bitta ayol yugurib kelib oldimga, "Qarang qo'limma" deyapti-da. Keyin qarasam, обычный qo'lga o'xshagan qo'lda endi. Ha, yaxshi deyapman-da, endi nima bo'lganini bilmayman. Endi men suhbat o'tkazishga keldim. Opa bilasizmi dedi, meni qo'lim chirib tushadigan holatda edi. Shunchalik qichima yara bosib ketgan, yo ovqat yemasdan birovni oldiga chiqib bunda qo'lim so'rasha olmayman, boshqa qila olmaydigan edim. Lekin men mana bu yerga kelib bugun 8-kun qo'limni ko'ryapsizmi, top-toza odamning qo'liga o'xshagan qo'l bo'ldi. Men o'sha qo'llarim bilan sizga sumichka to'qidim deb, mayda munchoqlardan, bir chiroyli munchoqlardan sumichka to'qib, shunaqa hunari bor ekan. O'shani menga hamma klientlarning oldida, ishchilarning oldida sovg'a qilib, "Rahmat sizga, mana shunday klinika ochganingizga, bizga o'xshagan bemorlarga shunaqa foyda berayotganingizga, men qanaqa dorilardan o'tmadim, qanaqa lecheniyalardan o'tmadim, shu qo'limni tuzatib olgandim. Mana bu yerdan tuzalib ketyapman" degan gapni aytdi. Uni ko'rgan vaqtda bilasizmi, mendan baxtli odam bo'lmagandir. Даже mana ishchilarimiz ham hammasi chapak chalib, xursand bo'lib, bunaqa случайлар juda ko'p bo'ladi bizda. Har bir klinikada, hamma filialda bo'lyapti. Odamlar juda xursand bo'lib, даже xodimlarim ko'ngli toshib gapiradi bu masalada. Bizning mehnatimiz orqasida shunaqa bo'ldi deb. Shuning uchun juda xursandmiz. Bunaqa mo'jizalar juda ko'p bo'lyapti. Allohga shukr. Klinikamizda tozalash usuli bilan tozalaymiz, organizmni tozalab va yana ham baxtliroq qilib, sog'lom qilamiz. Mana shu tozalash jarayonida yordam berishi mumkin bo'lgan asosiy kasalliklar muxlislarimiz uchun qiziq. Qaysi kasalliklar deb hisoblaysiz? Endi bu kasalliklarda bitta kasallikda ayta olmayman. Chunki asosiy qiladigan ishimiz birinchi kelgan kundan boshlab oshqozon-ichak sistemasini tozalash. Undan keyin o't qopini tozalash, undan keyin jigarni tozalash, fitochoylarimiz bor, dietetический раздельное питание programmasidagi ovqatimiz bor. Umuman o'sha jarayondagi hamma proses, har bittasi bitta nima desam, tozalash bitta shar deb o'ylaydigan bo'lsam, katta shar deb, bu yoqda bittasi trovich bo'lib turgan ovqatlanish, bu yoqda baqtreniya, bu yoqda haligi kislorodniy nima deydi, qon bilan qonni suyultirib qonni tozalash, bu yoqda igloterapiyasi turibdi, bu yoqda fitoterapiyasi turibdi, bu yoqda ovqat turibdi. Hammasi mujassam bo'lib mana bunday qilib tozalangan vaqtda, kompleks tozalangan vaqtdagina mana shunaqa effekt berishi mumkin. Chunki bugungi kunda tozalash hamma tushunyapti, biladi o'sha. U birinchi boshlaganimizdek boya kechagi kungida aytdim, nimani tozalaysiz, men top-tozaman deb kelgan odamlar yo'q hozir. Hozir endi men tozalanishga keldim, organizm tozalashim shart degan gap bilan keladimi? Har bitta muolajamiz mana boshqa yerda bitta ichak tozalash mumkin, jigar tozalash mumkin, o't qopini yuvish mumkin, oshqozonni yuvish mumkin, yoki bo'lmasa ozon terapiya qilish mumkin, lazerni terapiya qilish mumkin. Bizda buni hammasi birgalikda kompleks olib borilgan vaqtdagina har tomonlama любой kasal tuzalishga imkoniyat beradi. Ayniqsa mana men eng ko'p o'zim qila olmagan pleksit degan kasallik bor. Qo'lda ko'tara olmay qoladigan, qon tomirlar shamollaganda, uni o'sha vaqtgacha men tuzata olmagandim. Hozir mana asal arini zahri bilan какой-то chaqtirish yo'li bilan mana bu kompleks lecheniyamizga asalarni qo'shgan vaqtimda yuzlardagi haligi лицевой nervni shamollashi, trойничный nervni shamollashi juda qattiq og'riq beradigan, tez orada o'tib ketmaydigan narsa juda. Varikozlar bunaqa bo'rtib chiqib ketganlari qaytadan joyiga kelib qolganini, sahrni, baland sahrni joyiga tushayotganlarini ko'rsangiz, da действительно kompleks lecheniyaning qanchalik foydasi bor ekan. Hamma kasalliklar uchun foydasi bor, lekin ba'zi bir kasalliklar uchun toptirmaydigan lecheniyada. Chunki kompleks ham
yangi qo'shilayotgan har bitta muolajamiz o'shani oxirigacha davolab chiqarishga, mana o'zingiz aytyapsiz, varikozni operatsiya qilib boshqa qilib yotdi, albatta 10 kunda varikozlar ichiga kirib ketyapti, ko'ryapsiz-ku uni. Juda ham ko'p foyda beradigan narsa. Bilamizki, dori-darmonlar bu bizani qaysidir joyimizni davolaydi. Lekin yoki boshqa bir muolajalar, lekin ruhiyatni davolash bu yarim kasallikni davolash degan. Shu ruhiyat bilan davolashda nimalarga erishgansiz? Ruhiyat bilan davolashda biz immuniy baxt trening degan trening qo'yganmiz. Ertalab turgan zahoti eng avvalo fitochoylarni ichib oladi bemorlarimiz, klientlarimiz. Undan keyin zalimizga tushib baxt trening o'tiladi. Bu yerda immuniy psixologik holatda insonning kayfiyatini ko'tarish, nima deydi, yoshlik timsoligini faraz qilish hamda yaratganga shukronalik qilish. Boriga shukur, ko'zing ko'rib turibmi, o'shada aytamiz, ko'zing ko'rib turibdimi, qancha odam ko'rmay yotibdi, oyog'ing yurayaptimi, qo'ling ishlayaptimi, seni boqayaptimi, shuning o'zi mo'jiza, shunga shukur qilgan. Yo'q informatsiyani boshingizga qo'yib olib, men buni qilishim kerak edi deb tashvish qilma, bugungi boringga shukur qilgin deb immuniy baxt treningda uni psixologik holatini ko'tarib, boriga shukronalik qilib, yaratganga mana shu bugungi kunimga shukur qilib yashashni o'rgatamiz. Depressiyadan chiqarib olishga harakat qilamiz. Iloji boricha o'sha xursandchilikda, baxtda, masalan, har kungi 7 kunlik programmamiz bor. 7 kunning har birida boshqa tema bo'yicha immuniy psixologiyasini tuzatish uchun mashqlar hamda leksiyalar olib boramiz. Ham trening bo'ladi, ham gimnastika bo'ladi, ham psixologik lecheniya bo'ladi. Buni effekti 50% lecheniyani beradigan eng kuchli nimani bittasi, jarayonni bittasi immuniy baxt treningida bo'ladi. Bemorlar bizga kelishda ochlik ekan deb tushunadi klinikamizni. Ochlikda qiynalib qolmasmikinman deb qandaydir psixologik to'siqlar bor bemorlar kelishi uchun. Shunday bemorlarga nima tavsiyalar bera olasiz? Endi ochlikdan qo'rqishdan ko'ra kasal bo'lib yotib qolishdan qo'rqish kerak, gapni ochig'ini aytsam. Chunki ochlik, bizlarda ochlik yo'q o'zi aslida. Chunki bizlarning dietamiz shunaqa qilib qilingan, tayyorlanganki, ozginadan berilib boriladi. Nimaiki tanamizga kerakli bo'lgan vitaminmi, mikroelementmi, hammasi tabiiy holatda ovqat sifatida beriladi. Shuning uchun borib uni tez hazm qilib, kletkalarimiz, har bitta hujayramiz o'sha mikroelementni, oziqadagi uglevod bormi, belok bormi, oqsillarni tezgina hazm qilib joy-joyiga yetkazib bera olib, hujayralarimizni kerakli oziqa bilan vaqtida to'ldirib bera oladi. Bu ana ozginadan berilgandan keyin borib bu degan so'z ochlik qoldi degan emas. Lekin ochlikning o'zi eng katta foyda beradigan eng kuchli jarayon. Nega deb so'rasangiz, chunki ovqatni hazm qilishga organizm juda katta kuch sarflaydi. Mana Nobelskiy premiya olgan yaponiyalik olim bir kunlik ochlikda fagositoz degan proses bor. Demak, kasal kletkani parchalab chiqarib tashlash degan so'zda o'sha proses 300 karra oshishini isbotlab chiqib Nobelskiy premiya oldi. Demak, ochlikning foydasi qanchalik ko'p ekanligini berib oldi. Lekin masalan odam ochlik qilasan desang, действительно qo'rqib ketadi, chunki hamma ham qila olmaydigan narsa. Men maslahat berardim. Agar siz tozalanishni, immuniy uy sharoitida tozalanishni, ochlikni qilishni xohlasangiz, eng avvalo ichingizni tozalab tashlang birinchi kuni. Agar imkoniyati bo'lsa, klizma bilan tozalab tashlang. Klizmani imkoniyati bo'lmasa, ich so'radigan dorilarni ichib bo'lsa ham ichingizni tozalab tashlang, undan keyin boshlang ochlikni deb maslahat bergan bo'lardim. Chunki eng ko'p shlak chiqindi yo'g'onchakda yig'ilgan bo'ladi. Uni tozalab tashlamasdan boshqa yoqni tozalashning imkoniyati yo'q-da. Chunki tozalash prosesi boshlanganda, ochlik prosesi boshlanganda organizm o'zidagi bo'lgan hamma yallig'lanish proses, kasallikni hammasini ichakka qarab tashlaydi-da. Ichak to'la bo'lsa, o'shani oldin so'rib olib, undan keyin o'rniga yangi tozalaganini qo'yadi. Demak, ana ichakning ichidagi turgan zahar bilan o'zi qonni zaharlab tashlamasligi uchun eng avvalo ichak tozalab olish kerak bo'ladi. Undan keyin uyda boshlayman desangiz, birinchi bo'lib kechqurun klizma yoki bo'lmasa ich so'radigan dorini ichdingiz, ertalabdan 3 litrlik bankaga toza oddiy filtrlangan suv, oddiy suv
bir qoshiq toza asal, katta qoshiqda bir qoshiq asal 3 litrga, bitta limonni suvini siqib olib, aralashtirib qo'yib, kun bo'yiga ichib yuraversa, odam o'zini ochlikda his qilmaydi. Chunki sal ozgina oshqozon ovqat yegisi kelib qoladi, belgi beradi, qitig'laydi. O'sha vaqtda yarim piyola haligi suvdan sal nimshirinroq bo'ladi, ichib qo'ya qoladi. Yana birozdan keyin yana ozgina ichib qo'yishi mumkin. Yana biroz yurib esiga tushib qolganda yana 3 litr masalan bir kunda bemalol ichib qo'ysa bo'ladi. Zato kechgacha uning organizmi ovqat qabul qildim demaydi. Organizm o'zini ichidagi kasal kletkalarini parchalashni boshlaydi. Kechqurunga borib, o'sha yolg'on xo'rda deb aytiladi. Endi bizda guruchni qaynatib, suvda qaynatib, ozgina tuz solib, bir qoshiq qatiq solib, aralashtirib, yumshoq qilib pishirib, o'shani ichib olsa, xuddi qorni to'ygandek, tim bo'li u ovqat juda shirin bo'ladi. Chunki kuni bilan ochilgandan keyin haligi bir kosa xo'rda xuddi nima deydi, zo'r osh yeganday bo'ladi-da, maza qilib ovqat yeganday bo'ladi. Shuning uchun ham haligi hazm bo'lishi ham oson. Hazm bo'lishi ham oson bo'ladi. Bir otasi bolasiga maslahat ketyapti deydi-da, eng yaxshi to'shakda yotgin, eng yaxshi ovqatni yegin, yana eng yaxshi otda mingin, shunaqa deb. Keyin tushunmabdi bolasi, otasi o'tib ketgandan keyin, yo'q o'tmagan, so'rabdi-da, ota men gapingizni tushunmadim deganda bolam, shunday mehnat qilginki, charchaganingcha mehnat qilgin, luboy yotgan to'shaging eng yumshoq, eng zo'r joy bo'ladi. Obdan qorning ochganda ovqat yegin, eng zo'r ovqat bo'ladi, u eng shirin ovqat bo'ladi. Shunga o'xshab mana shu kechqurungi yeyilgan xo'rda kuni bilan och yurilgandan keyin birinchidan eng avvalo tana uchun juda katta foyda berdi. Kasallangan kletkalarni ichidan parchalab organizm o'zi chiqazaverdi. Ikkinchidan haligi yegan ovqatingiz mazali, zo'r bo'lib, ichingiz tozalanib, o'zingizni yengil his qilish, sog'liqni tiklashga juda katta foyda bergan bo'lasiz. Marhamat, shuni qilib bo'lsangiz bo'ladi. Birinchi kuni shunday qilsangiz, keyingi safar o'sha qo'rqmasdan 2 kunlikni, 3 kunlikni, bir haftalikni, 10 kunlikni qilish mumkin. Chunki men o'zimdan tajriba o'tkazib ko'rganman buni. 12 kun och qolganimda meni revmatizm kasalligim, oyoqlarim, bo'g'imlaridagi ishib ketgani hammasi yo'q bo'lib, hozirgacha Allohga shukr deyman, yugurib yuribman. Poshnan tufli ham kiyib yuribman hozir. Gap toshig'ida. O'sha vaqtlarda bundan 20-25 yil oldin oyoq kiyim tapchikada yuradigan holatga kelib qolganman, yurolmaydigan holatga kelganman. Lekin 12 kun ochlikda mana shu nima bo'yicha ochlik qilganmanda o'zimni hozir Allohga shukr o'shanda tushunib yetganman qanchalik foydasi borligini. Ko'pchilik bemorlarimiz kelib savol berishadi. Nimaga aynan tozalash, boshqa lecheniya yo'qmi deb savol berishadi. Mana shu bemorlarimizda ko'p savollar bo'ladi. Aynan mana shu o't qopini yuvishda nima foydasi bor? Ko'pchilik tushunmaydi, chunki tibbiy bilimi yetmaydi ko'pchiligi. Shu o't qopini yuvish orqali nimalarga erishamiz? O't qopini yuvish orqali biz juda ko'p narsaga erishamiz. Chunki o't qopi bu jigar o'zini ichidagi haligi shlaklarni, chiqindilarni o't qopiga tashlaydi, zardob sifatida. Birinchidan u ovqatni hazm qiladi, yog'larni parchalaydi, immunitetni ko'taradi. Uni qiladigan ishi juda ko'p, zardobni o'zini qiladigan ishi. Lekin o'sha zardob o't qopi yallig'lanib qoladigan bo'lsa, shilimshiq bosib qoladida, o't qopidan o't ichakka, 12 barmoq ichakka yaxshi tushmay qoladi. Shuning natijasida ko'ngil aynish, ishtaha buzilish, qusqisi keladi, ovqatni yeyolmaydigan, undan keyin holsizlik paydo bo'ladi, o'zini juda yomon his qilishlar bo'ladi-da. Qachonki biz o't qopini yuvib tozalaydigan bo'lsak, birinchidan bu jigarni yo'li, jigar tozalashga imkoniyat degan so'z. Jigar o'zini ichidagi xalishlaklarni qayerqadir tashlash kerak. Uning uchun o't qopini tozalab olish kerak, yo'lni ochib berish kerak-da unga. O'shanda ikki xil variantimiz bor. Bitta dodinani zanjirvaniya orqali o't qopini yuvish yoki bo'lmasa tubash orqali yuvish. Ikkalasi ham juda ham foydali. Ayniqsa eng ko'pi dodinani zanjirvaniya deymiz. Chunki biz mana bu yerda ko'p joyda yuviladi, lekin orqasidan dori quyilmaydi ko'pchilikda. Chunki o'sha zont orqali
zond o't qopini ichidagi zardobni hammasi chiqarilib olingandan keyin uni suv bilan yana bir necha bor yuvib tashlagandan keyin uni ichiga bizada Orzu Medical klinikasida dori qo'yiladi. Imini mesni shamollashni yo'qotish uchun. Ana shu o't qopi bo'shagandan keyin ovqat o'sha bemalol hazm qilina boshlaydi. Nima deydi? Ovqat hazm qilish protsessi yaxshilangandan keyin ko'ngil joyiga tushib, ovqatni bemalol yeb, holsizligi ham hammasi ketib, odam o'zini yaxshi his qila boshlaydi. Chunki o't qopi tozalangandan keyin jigar ham o'zining ichidagi, jigar o'zini tozalashni boshlaydi-da. Chunki yo'l to'siq bo'lsa, u tozalay olmay qoladi-da. Uning uchun eng avvalo haligi aytganday ichakni tozalash, lekin chubash qilgan vaqtda ham, do'dani zandirovni qilgan vaqtda ham uni o'zi quyayotgan magneziyimiz ichaklarni ham yuvib chiqadi. U yoqdan keyin jigar o'zini yuvib chiqadi, effekt juda ham kuchli bo'ladi. Bu tozalashdagi eng asosiy narsa. Chunki o't qopi tiqilib turadigan bo'lsa, jigarni ham tozalab bo'lmaydi, boshqasini ham tozalash iloji yo'q. Shuning uchun buning effekti juda kuchli. Orzugul opa bizani uzoq yaqindan ko'p odam kuzatadi. Shu bizani klinikamizga kelish imkoni bo'lmaganlar, bizdan uzoq joyda joylashgan odamlarga o'zini uy sharoitida qanday mahsulotlarni iste'mol qilish yoki iste'mol qilmaslik haqida va qanday tozalash programmalarini uy sharoitida qilish mumkin bo'lganlarini aytib bersangiz. Uy sharoitida qilishi mumkin bo'lgan narsalar juda ko'p. Bemalol uyda ham qilsa bo'ladigan narsalar bor. Inson o'zini oldiga eng avvalo o'sha tozalaman deb niyat qilish kerak bo'ladi. Niyat qilish kerakda eng avvalo ichsa suradigan dorilardan boshlash kerak. Iloji bo'lsa klizma qilishning imkoniyati bo'lsa, ko'p joyda imkoniyat bor, uni qilaman degan odamga o'sha ichda oldin ichakni tozalab olish kerak bo'ladi. Undan keyin jubash yo'li bilan o't qopini yuvish kerak bo'ladi. O't qopini yuvib chiqdingiz, undan keyingi qiladigan ishingiz diyetani saqlash kerak bo'ladi. Chunki jigar o'zini tozalash uchun unga imkoniyat yaratib berish kerak. Jigarni tozalaydigan eng asosiy narsalar bu yog'li ovqatdan tiyilish. Yog'li, qovurma, keyin to'yib ovqatlanishdan voz kechish. To'yib ovqatlanmasdan har xil shirinliklar, har xil gazirovanniy ichimliklar, bularni hammasini to'xtatish kerak bo'ladi-da. Ko'proq meva-cheva, ko'proq albatta. Zelenlar har xil, bizada Allohga shukr bozorimiz to'la. Masalan, yengil ovqatlar yeyish, to'ymasdan ovqat yeyish bu organizmni tozalashning eng asosiy uyda qilish mumkin bo'lgan narsalar. Uyda mana shunga rioya qiladigan bo'lsa, u bemalol tuzalib, yaxshi bo'lib yurishi ham mumkin. Menda shunaqa bir случай bo'lib qoldi. Bir kuni bir nimamiz bor, momo 80 dan oshgan opaxon hamma kelib u bilan xayrlashayapti ekan, o'sha bo'ldi, ovqat yemayapti, qorni shib ketgan, tuzalmaydi, endi o'ladi deb hamma xayrlashib ketayotgan ekan. Menga ham qarindoshlik tomoni bordi, qishloqqa borib qoldim. Aytdim, "Kel, ko'rib ketay, endi uyat bo'ldi, shuncha yerdan keldim" deb kirdimda, qarasam, endi gaplashib o'tirib, uni ahvoliga qarasam, uni o'ti dimlanib qolgan, o't ishlamayapti-da, u shuni paras bildim, endi tushundim. Ichingiz keladimi deb so'rasam, "Ha, keladi, ovqat yemagandan keyin qatdan keladi, bir haftada bir marta ichim keladi endi, lekin" degan gapni aytdi. Keyin srazu qizlarni chaqirib oldimda aytdim, "Обязательно bugundan qoldirmasdan klizma qiling, ramashkani qaynating. Juda bo'lmasa 1-2 litr suvga bir qoshiq, katta qoshiqda tuz solib qaynatingda, illiq bo'lgan vaqtda klizma qilib iching, tozalang" dedim. Jubash qilishni o'rgatdim, qanaqa qilib ichadi, qancha gram soladi. Mana masalan 200 gram suvga 25 gram haligi parashokni solib eritib qo'yasiz magneziyni. Ertalab och qoringa yotqizib olib, o'ng tomonda grelka qo'yib yotib ichadi. Mana shuni bir 3 kun, 4 kun cherizdan kunora 4 marta bajarsin dedim. Bo'ldi, o'shandan boshqa hech narsani hojati yo'q degan gapni aytib ketdim endi. Mayli endi, qo'limdan kelgancha dedim. Bir haftadan keyin eshityapman, opa yurib, momo yuryapti ekan degan gapni. O'laman deb o'rnidan tura olmasdan yotgan odam уже yurayapti ekan degan. Bir oydan keyin borsam, mahallamizga to'yga keldi opaxon. Uyimda xudoy qiluvdi, xudoyga keldi, yoda bolalarni uylari bor edi. O'sha chaqirsam, sizni aytgandan keyin keldim o'zim yurib degan gapni aytdi. Ko'rdingizmi qanchalik effekt? O'laman deb yotgan odam o't qopini tozalagandan keyin, cheklarni yuvgandan keyin yurib, hali yuribdi. Omon bo'lsin, yuraversinlar. Klinikamizga kelgan bemorlar hazil aralash bir
shikoyat bildirgan bo'lishadi. Sizlar nima ekonom qilyapsizlarmi, nega bizga non bermaysizlar degan shuni shikoyat sifat nimalar bo'ladi. Bo'ladi. Non masalasida nima deysiz? Non masalasida aytadiganim раздельное питание degan programma bor. Раздельное питание degan uglevod bilan belokni qo'shmasdan, oqsil bilan uglevodni qo'shmasdan ovqat tayyorlash. Bizning klinikamizda imенно o'sha narsa qo'yilgan. Endi o'sha bemorlaringizga ayting, go'sht bergan kuni non bermaymiz, boshqa kuni non beramiz. Chunki go'sht oqsil, non uglevod. Men hozirgi insonlarga aytgan bo'lardim, chem oq non yegandan ko'ra qora non yey qolsin. Chunki qora nonning foydasi ko'proq chem oq nondan ko'ra. Keyin qora nonni oq nonga o'xshab ko'p yeb qo'ya olmaydi-da. Ozroq yeydi, shu bilan bo'ladi-da. Chunki uni nimasi, foydasi organizm uchun ko'proq foydali. Ularda kletchatka ko'proq ichida surishga, ichida yurishiga, ovqatni hazm qilishiga, juda ko'p narsaga foydasi ko'proq bo'ladi. Shuning uchun borib har bitta kelgan odamga shunaqa deb tushuntirasiz endi, ekonom qilayotganimiz uchun emas. Endi sizni kasalligingizni tezroq tuzalishingiz uchun sizga non bermayapmiz. Uni haligi kunimiz bor-ku, bir kun go'shtli ovqat beramiz, bir kun go'shtsiz ovqat beramiz. O'sha go'shtli ovqat bergan kuni non bermaymiz, chunki aralashtirmasligimiz kerak. Bu bizning programmamiz shunaqa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, birinchi tanani tozalasak, bu yarim litseyni bo'ladi. Keyin ruhiyatimizni tozalasak, bu yana yarim litseyni, qarabsizki, to'liq litseyni paydo bo'ladi. Siz o'zingiz mana o'zingizni tajribangizda, o'zingizni shunday yosh tutib yurishingizda, shunday aktiv bo'lishingizda, o'zingizda qanday tajribalarni, qanday shu organizm tozalash yoki boshqa bir metodlarni o'zingizda qo'llab yurasiz? Bu tomoshabinlarimizga ham qiziq bu. Chunki men iloji boricha ertalab bir stakan suv, iliq suv, iloji boricha shu bir stakanga ertalab suv emas, quruq stakanga choy qoshiqning uchida ozgina soda solaman, non sodasi solib, ustidan qaynoq suv qo'yaman, yarmigacha ustiga to'la suv qo'yaman-da. Undan keyin iloji bo'lsa yarim qoshiq toza asal aralashtirib olaman-da. O'tirib, albatta duo qilaman. Mana shu suv meni tanamdagi hamma kasallikni yuvib chiqadigan eng kuchli doriga aylansin deb maza qilib deb ichaman-da. Bundan nima beradi? Duongizni o'zi ta'sir qiladi. Birinchidan, ikkinchidan solingan soda ichingizni normalniy kelishiga yordam beradi. Timboli suvda ichdingiz. Ikkinchidan, tuzlaringizni eritishga, u qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, u pochkangizdami, bug'umingizdami, umurtqangizdami o'tishga, qoningizni suyultirishga yordam beradi. Masalan, ko'pchilik hozir mana davleniyasi bor yosh kattalar har xil tabletkalar ichadi. Tabletkadan ko'ra o'sha suvni ichsa ham foydali, ham oshqozonga zarar emas degapti, ochiqni aytganda. Qon suyultiradigan dorining hammasi bu oshqozonga juda ta'sir qiladigan narsa. Keyin men yana bitta narsani aytmoqchiman. Hech qachon har doim bir narsani men pastoyan ichishim kerak degan narsani aytish kerak emas. Masalan, sodali suv ichyapmanmi, bir oy ichaman, 10 kun, 15 kun dam olaman. Yana davom ettiraman shunaqa. Ba'zi birovlar mineral suv ichadi. Men guvoh bo'layapman bunga. Pastoyan ichish mumkin emas, chunki bu dori. Buni hammasi mineral suv, uning ichidagi какой-то minerali organizm uchun kerakli bo'lgan vaqtda u dori. Lekin pastoyan ichish degan gap emas. Mineral suv degan tuzli какой-то bir narsa tuzi bor suv degan so'zda. Shuning uchun men maslahat bergan bo'lardim ko'ruvchilarimizga, pastoyan bitta suvda men shuni ichishim kerak degan gapni qilish kerak emas. Hamma narsani vaqtiga qarab, какой-то dam olib, dorini ham shunga o'xshab deb aytaman. Ko'pincha doktorlarimiz, to'g'ri, endi men doktorlar meni kechirsin. Agar tozalanish programmasi bo'ladigan bo'lsa, pastoyan ichadigan narsa qolmaydi. Ovqatni o'zidan hamma narsani olsa bo'ladi. Endi har kuni iloji boricha o'zimda gimnastikani qilishga, yeydigan ovqatimni kontrol qilishga, aralashtirmasdan yeyishga. Masalan, palov osh bo'ladigan bo'lsa, xohlasam oshni go'shtini yeyman, salatni, yoki bo'lmasa guruchini yeyman, salatni. Bo'ldi. Ana shuning o'zi раздельное питание bo'lib chiqadi. Non aralashtirmay qo'ya qolaman go'sht yegan vaqtda. Shunga o'xshagan oddiy narsalar. Keyin eng globniy narsa
to'ymasdan yeyishga harakat qilaman. Qachonki to'ymasdan yeyilgan vaqtda har qanaqangi ovqat, u uglevod bo'ladimi, u oqsil bo'ladimi, kerak joyiga, hujayramizni qayeriga kerak bo'lib turgan bo'lsa, o'sha yerga toza holatda yetkazib beriladi. Agar aralashtirib yeyiladigan bo'lsa, bu ajib formulasi o'zgargan holatda bizning hujayramizga yetib boradi, gapni ochig'i. Mana bizning kuxnyalarimiz shunaqa-ku. Shuning uchun ham kasalliklarimiz ko'pda. Chunki hamma kasallik u birdaniga o'zidan o'zi paydo bo'layotgani yo'q. Hamma kasallik bizni yegan ovqatimizdan turadi. U boshqa yoqdan ko'chadan kirib kelmaydi. To'g'ri, endi virus bo'lmasa, mikrob tushgan bo'lmasa, asosiy kasal mana shu oyog'imiz og'riyotgani ham, jigarimiz bezovta qilayotgani ham, umurtqamizdagi bo'layotgan o'zgarishlar, qon davleniyamizni ko'tarishi, yuragimizdagi xurujlar, bularning hammasi o'sha yegan ovqatimizga ko'proq bog'liq. Shuning uchun borib mana shu men o'zim shuni qilaman, Xudoga shukr. Iloji boricha xursand bo'lib yurishga harakat qilaman, chunki Alloh menga shunaqa sog'liq beribdimi, o'shani o'zi ham bir davlat, eng katta boylik. Uning uchun o'zim harakat qilishim kerak, o'sha boylikni ushlab qolish uchun harakat qilaman. Allohga shukr, mana hozir 73 yoshdaman, lekin bemalol gimnastikani ham qilaman, yugurib, yelib, hamma ishlarni qo'limdan kelgancha farzandlarim uchun, xalqim uchun, insonlar uchun bir qo'limdan kelgancha foyda keltirish uchun harakat qilaman. Bu maqsadimga erishayapman degan umiddaman. Allohga shukr. Ko'rinishingizga gap yo'q. Mayli, rahmat. Shu ko'rinishda komplimentingiz uchun doimiy qolishingiz tarafdorimiz. Bugungi suhbatingiz uchun katta rahmat. Tomoshabinlar uchun ham foydali bo'ldi degan umiddamiz. Endi bugun xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tomoshabinlarimiz shu ko'rsatuvimizdan nimani o'zlariga eslab qolishi uchun bitta tavsiya berib keting. Eslab qoladigan narsa bu yerda eng avvalo sog'liqni saqlash uchun har kim o'zi uchun o'zi harakat qilish kerak bo'ladi. Uning uchun eng asosiy sog'liqni saqlash uchun qiladigan ishingiz eng birinchi yeydigan ovqatingizni kontrol qilishingiz. To'ymasdan yeng, aralashtirmasdan yeng deyman. Suvni me'yorini biling ichishda. Chunki suv organizmdagi hamma narsani yuvib tozalab chiqadigan eng glavniy rastvorитель, erituvchi narsa imенно suv bo'ladi. Undan keyin xursandchilik, boriga shukr qilib yashashni esingizdan chiqarmang. Chunki bugun borimiz, kecha o'tib ketdi. Ertaga kim bor, kim yo'q, Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Shuning uchun bugungi boringizga shukr qiling. Oldingizga maqsadni qo'ying. Oliy maqsadlarni qo'yingda, lekin bugungi boriga shukr qiling. Mana shuning o'zi eng katta narsa, Allohga shukr qilish. Ana shundagina ko'nglingiz osoyishta bo'ladi. Boriga shukr qilishning o'zi insoniy ruhiyatini ko'tarib, men bugun borman, ko'rib turibman, yurib turibman, Allohga shukr deb xursand bo'lishga imkon beradigan narsa. Shuning uchun men klientlarimizga aytgan bo'lardim. Birinchidan yeydigan ovqatingizni kontrol qiling. Ikkinchidan iloji boricha harakatni ko'paytiring. Uchinchidan shukr qiling. Rahmat sizga ham, boringizga shukr. Qadrli kuzatuvchilar, shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qadrli vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarimizda sizni fikringizcha qaysi ma'lumotlarni ko'proq berib borishimiz kerak? Buni izohlarda qoldiring va albatta izohlarni o'qib chiqamiz. Qaysi ma'lumot eng ko'p qiziq deb topiladigan bo'lsa, albatta keyingi ko'rsatuvimizda siz bilan Xudo xolisa shu ko'rsatuvni olib chiqamiz. Katta rahmat.